Yangibozor agroklasterinde ham ashyo uzatuvchi bo'lib ishlayman. Oylikqa ishlayman. Boshqa yerdan bir kelib turgan bir daromadim, qo'shimcha yerim yo bir mol holim yo'q. Domda yashayman. Oylik vaqtimda olishim, berilishim menga o'ta muhim. Zavodda ishlaydigan ishchi xizmatchi hammasi vaqtida oylikni olib bilmaydi. Oktyabr oyini ish haqini bergandan keyin kambag'allikni qisqartirish tashkilotına murojaat qildim. Ariza yozib berdim. Xudoga shukr, hozir ish haqqimni oldim. Tashkilotda 241 nafar xodim ishlayotgan ekan, fuqarolar o'zining e'tirozlarini bildirdi. Ularning ham oyliklari vaqtida berilmayotganligini aniqladik. Ushbu bir dona murojaat ortidan 241 nafar xodimning mehnat huquqini tiklashga erishdik. Ya'ni agroklaster MCHga O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 333 hamda 244-moddalariga asosan 4 kun ichida xodimlarning oylik maoshlarini to'lash majburiyatini yuklovchi bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatma kiritildi. Shu ko'rsatmaga asosan agroklaster MCH tomonidan jami 241 nafar xodimlarning ish haqlari to'lab berilishi ta'minlandi.